Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 5-maktab yonida ishimiz bu, Farg'ona shahar. Bundan orasida bitta bu ham 4-kottejimiz. Bir-biriga xalaqit bermaydigan kottejlar bular. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zingizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sifati 100. Saqishlargacha o'ryapti mana. Nima bo'ldi? Sen tushiraman deydi. Qo'lni kesish kerak. Saqishlargacha o'ryapti mana. Bu tomonlar ham bityapti mana. Bir-biriga xalaqit bermaydigan kottejlar bular. Bunisi birinchisi, bu ikkinchisi mana. Bari yana ikkita. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Beton quyish bo'yicha xizmatdamiz.